Shohruxxon va Kajolning ekrandagi juftligi har doim tomoshabinlarga ma'qul bo'lgan. Ekranda bir-biriga mos ko'rinadigan aktyor va aktrisa ishtirokidagi film har doim o'z muxlislarini topgan. O'g'irlanmagan kelin esa ko'p yillar davomida Hindiston kinoteatrlari ekranlaridan tushmadi. Sevimli juftlikning eng so'nggi filmi Rohit Shettining Sevishganlar filmi bo'ldi. Ammo muxlislar ularning yana birga suratga tushishini intizorlik bilan kutishayotgani rost. Ba'zigar Kajol va Shohruxning ijodiy hamkorligi 1993-yilda ekranga chiqqan ana shu filmdan boshlangan. Bollivud qiroli bu filmda salbiy rolni o'ynagan bo'lsa-da, tomoshabinlarda kuchli taassurot qoldirishga erishgan. Ba'zigar Shohruxxon ijodidagi ilk katta muvaffaqiyat, Kajol uchun tijoriy jihatdan ilk omadli loyiha. Shilpa Shetti uchun esa debyut film bo'lgan. Shohruxxon filmdagi roli uchun yilning eng yaxshi aktyori sifatida Filmfare mukofotini qo'lga kiritgan. Karan va Arjun bu mashhur juftlikning hamkorlikdagi ikkinchi filmi bo'lgani uchun aktyorlar o'rtasida do'stona munosabat tug'ilib ulgurgan edi. Shu bois suratga olish maydonchasida ularning birga ishlashi ancha oson bo'lgan. Rakesh Roshanning jangari janrga mansub Karan va Arjun filmi 1995-yilda ekranlarga chiqqan. Ijarada muvaffaqiyatli ketgan va blockbuster deb tan olingan. Yilning eng yaxshi filmi sifatida Filmfare mukofotiga nomzod qilib ko'rsatilgan. O'g'irlanmagan kelin bu Shohruxxon va Kajolning eng muvaffaqiyatli va romantik filmi. Mashhur rejissyor Aditya Chopraning ilk rejissyorlik ishi. Bundan 10 yillar avval filmning ekranga chiqqaniga 20 yil to'lishi munosabati bilan bosh rollarni o'ynagan aktyorlar, ya'ni Shohruxxon va Kajol filmdagi mashhur ko'rinishlarni qayta jonlantirishgan edi. Muxlislar sevimli filmdagi ko'rinishlarni suratlar va video tasvirlar shaklida ko'rishga muvaffaq bo'lishgan edi. Hayotda hamma narsa bo'ladi. Karan Joharning ilk rejissyorlik ishi bo'lgan bu film 1998-yilda ekranlarga chiqqan va 1998-yilning hitlari ro'yxatida birinchi o'rinni egallagan. Bu film yilning eng yaxshi ommabop filmi sifatida Hindiston milliy kino mukofotini qo'lga kiritgan. Bundan tashqari yilning eng yaxshi filmi, yilning eng yaxshi rejissyori, yilning eng yaxshi aktrisasi, yilning eng yaxshi aktyori, ikkinchi darajali roldagi eng yaxshi aktyor, ikkinchi darajali roldagi eng yaxshi aktrisa nominatsiyalarida Filmfare mukofoti bilan taqdirlangan. Gohi shodlik, gohi g'am. Karan Joharning mashhur juftlik ishtirokidagi ikkinchi rejissyorlik ishi bo'lgan bu kinokartina 2001-yilda katta ekranlarga chiqqan. 2002-yilgacha Hindistonda kinoijarada eng muvaffaqiyatli film bo'lgan. Germaniya kinoteatrlarida namoyish etilgan bu ilk hind filmida Shohruxxonning qahramoni Rahulning bolaligini uning o'g'li o'ynagan. Bu film ham Shohruxxon va Kajolning faoliyatidagi eng mashhur filmlardan hisoblanadi va u albatta o'z tomoshabinlarini topgan. Biz ham bu filmni haligacha sevib tomosha qilamiz. Mening ismim Xon. Karan Joharning Shohruxxon va Kajol ishtirokidagi 3-rejissyorlik ishi. 2010-yilda katta ekranlarga chiqqan bu film tomoshabinlar va tanqidchilar tomonidan yuksak baholangan. Xorijda ham e'tirof etilgan va muvaffaqiyatli namoyish etilgan. Karan Johar bu filmdagi bosh rolni boshidanoq sevimli aktrisasi Kajolga taklif qilgan. Biroq aktrisa suratga tushishni istamagan. Shundan so'ng Mandira rolini Karina Kapurga bermoqchi bo'lishgan. Ammo Kajol biroz o'ylab ko'rgandan so'ng oxir-oqibat filmda suratga tushishga rozi bo'lgan. Biz esa bu rolni undan boshqa aktrisa bu qadar maromiga yetkazib ijro eta olardi deb o'ylamaymiz. Oshiq qalblar, ya'ni sevishganlar. Rohit Shettining tez kunda ancha yillar avval Hindiston katta ekranlariga chiqqan bu filmi Oshiq qalblarda tomoshabinlar yana sevimli juftligi Shohrux va Kajolning ijodiy hamkorligiga guvoh bo'lishdi. Film hali ekranlarga chiqmay turib barchaning diqqat e'tiborini tortishga ulgurdi. Lekin bunday tahlil qilib qaraganda bu film avvalgi filmlarning mazmun mohiyatiga ko'ra u filmlarning muvaffaqiyatini qaytara olmagan deb o'ylayman. Shaxsan mening fikrim ana shunday. Yana kim biladi, balki boshqa muxlislarga bu film ko'proq yoqar.
Siz nima deb o'ylaysiz? Shohruxxon va Kajol ishtirokidagi hamkorlikdagi qaysi film sizga ko'proq yoqadi va nima uchun?